insonlar orasida har xil odamlar bor. Biri yumshoq, biri jahldor, biri esa sokin, biri esa g'azabli inson. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kunlarning birida bir sahobiy kelib, menga nasihat qiling dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga la tag'zab, g'azab qilma dedilar. U esa yana nasihat qiling dedi. Rasululloh g'azab qilma dedilar. U yana nasihat qiling dedi. Rasululloh g'azab qilma deb javob berdilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelgan bu sahobiy Rasulullohdan ko'p nasihat olmoqchi edi. Lekin payg'ambarimiz bitta so'z bilan nuqta qo'ydilar. U ham bo'lsa g'azab qilma dedilar. G'azab qilma. G'azab tufayli qancha oilalar buzildi. G'azab tufayli qancha aka-ukalar parokanda bo'ldi. G'azab tufayli qancha insonlar oralarida nizo tushdi. G'azab tufayli aka-uka, opa-singil, qarindosh, qo'shnilar orasida ne holatlar bo'ldi. Demak inson o'zini tiya bilish, o'zini boshqara bilish, g'azabini tiyib bilish bu eng sharaf amal hisoblanadi. Ba'zi holatlarda sokinlik ham, sukut ham, jim turmoqlik ham eng katta foydadir. Zero Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadis sharifda Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar. Qola Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Muttafaqun alayh. Kim Allohga va qiyomat kuniga ishonadigan bo'lsa, qo'shnisiga ikrom qilsin. Ya'ni yaxshilik qilsin. Kim Allohga va qiyomat kuniga ishonadigan bo'lsa, mehmonini ikrom qilsin. Ya'ni mehmoniga yaxshilik qilsin. Kim Allohga va qiyomat kuniga ishonadigan bo'lsa, yaxshi gap gapirsin yoki bo'lmasa sukut saqlasin dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam.